Bugungi mavzumiz masshtab mavzusi. IDC 9-mavzu 66-misol. Demak, ekranga qaraydigan bo'lsak, masshtab. Masshtab o'zi nima? Demak, masshtab degani masshtab. Bu nima? Masshtab kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Xaritalarda bo'ladi. Xaritada misol uchun pastida yozib qo'yadi, birga masshtabli deydi. Yozilgan bo'ladi mayda harflar bilan. Demak, A shahardan B shaharga bo'lgan masofa xaritada 2 sm bo'lsa, 2 metr 2 sm joy bo'lsa, biz uni mingga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Shunda haqiqiy masofasi chiqadi. A shahardan B shahargacha bo'lgan masofa haqiqiysi, demak 2 ni 2 sm xaritada bo'lsa, biz uni masshtabda 1000 marta katta bo'lgani uchun mingga ko'paytirib santimetr bo'ladi haqiqiy masofasi. Shu ko'rinishda bo'ladi. Va endi agar shu holatda teskari holatda bo'lsa, ya'ni A shahardan B shaharning orasidagi masofa misol uchun 5000 bo'lsa, haqiqiy masofa, biz uni xaritaga joylashtirmoqchi bo'lsak, xaritaga joylashtirganimizda uni masshtabi 1/1000 bo'lsa deb yozib qo'ygan bo'ladi. Biz uni 1000 marta endi nima qilamiz? Xaritaga tushganda 1000 marta kichrayadi. Chunki xarita bizga uni kichkina qilib beradi. Shunda 5000 ni biz uning masshtabiga bo'lamiz. Ya'ni 1000 kichraydi deyapti. Shunda bizda 5 chiqadi. Demak, A shahardan B shahargacha bo'lgan haqiqiy masofa 5000 bo'lsa, uni biz 1000 marta kichraytirganimizda masofa 5 ga teng bo'lib qoladi. Xaritadagi masofa shu ko'rinishda ketadi. Demak, 66-misolga qaraydik. Bizga masshtab berildi. Masshtabimiz 5 holatda ekan. Xo'p, masshtabli chizma berilgan. Uzunligi 20 sm bo'lgan jism chizmadan necha santimetr joy oladi? Demak, chizmamiz ekan, mana chizmani chizib olamiz. Xarita deb o'ylaymiz. Xaritada masshtabimiz 1/5 ekan, ya'ni 5 marta kichraytirilgan ekan. Bizga aytayapti, uzunligi 20 sm bo'lgan jism chizmadan necha santimetr joy oladi? Biz buni chizmaga tushirishimiz kerak. Chizmaga tushirganda, boya aytdik, bu kichkina holatda bo'ladi xarita bo'lgandan keyin. Endi biz 20 ni necha marta kichraytiramiz? Masshtab 5 bo'lgani uchun 5 marta kichraytiramiz. 5 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Demak, uni xarita qilganimizda xaritada u 4 sm joyni egallaydi. Shu holatda va 67-misol. Endi masshtabimiz 1/1000 ekan. Shoshmasdan chizib ishlasa ham bo'ladi misol. 1/1000 ekan masshtabimiz. Shartida aytayapti, xaritada tasvirlangan 2 santimetrlik yo'lakning uzunligi necha metrga teng? Demak, xaritadan biz 2 santimetrlikni olamiz ekan, xaritada tasvirlangan deyapti. 2 santimetrni biz real hayotga olib chiqqanimizda xaritadan uniki uzayadi. Qanchaga uzun bo'ladi? 2 ni biz masshtabdagi 1000 ga ko'paytiramiz, chunki u 1000 marta kichraytirilgan. Shunda 2000 bizda santimetrda berilgani uchun 2000 santimetr chiqadi. Va bizga shartida aytayapti, yo'lakning uzunligi necha metrga teng? Metrda metrga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'lamiz. 100 ga bo'lsak 20 metr.
Shunda xaritadan 2 santimetrda olganimizda u 2000 santimetrga teng. Bu degani 20 metrga teng. Javobimiz 20 metr bo'ladi. Oddiy shartiga e'tibor berib ketish kerak. Boshqa o'zgaradigan joyi yo'q. Va 68-misolda aytayapti. 68-misolda ham xuddi shunday xarita chiza olamiz. Ixtiyoriy ishlashga qulay bo'ladi. Masshtabimiz 1 ga 10.000 ekan. 10.000 holatdagi masshtab bor ekan. Demak, masshtabli xaritada ikki shahar orasidagi masofa 3 santimetrga teng. Ikkita shahar orasidagi masofa 3 santimetrga teng. Biz uni real hayotga olib chiqsak, bu 3 ni ko'paytirish 10 million marta kichraytirilgan. Shuning uchun 10 millionga ko'paytiramiz. Natijada bizda bu 30 million hosil bo'ladi. 30 million bizda nimada chiqadi? Tabiiyki santimetr bo'lgani uchun 3 santimetr, 30 million ham santimetrda chiqadi. Bu shaharlar orasidagi masofa necha kilometr deyapti. Biz santimetrda kilometrga o'tkazamiz. Santimetrda kilometrga o'tkazish uchun avval santimetrdan metrga o'tib olamiz. Ikkita nolda ayirsak 300.000 metr bo'ladi. Metrdan kilometrga o'tishimiz uchun 3 ta nolni olib tashlaymiz. 300 kilometr hosil bo'ladi. Shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, javob kilometr bo'ladi. Keyingi misolda masshtabimiz 1 ga 4000 masshtabli ikki shahar tasvirlangan ekan. Demak, 69-misolda masshtabimiz 1 ga 4000 ekan. 4 million ekan. Tasvirlangan. Agar ular orasidagi masofa 200 kilometr bo'lsa, xaritada shaharlar orasidagi masofa necha santimetrga teng? 200 kilometr ekan. Real hayotda ikkita shahar orasidagi masofa 200 kilometr. Biz buni santimetrga o'tkazib olishimiz kerak birinchi. Demak, uni santimetrga o'tkazsak, 200 kilometrda birinchi metrga o'tkazamiz, 3 ta nol chiqadi. Buni biz santimetrga o'tkazamiz, yana 2 ta nol qo'shiladi. 1, 2, 3, 1, 2 santimetr hosil bo'ldi. Shunda endi biz buni xaritaga tushirishimiz kerak. Xaritada shaharlar orasidagi masofani toping deyapti. Demak, xaritaga tushirmoqchi bo'lsak, real hayotdagi masofa xaritaga tushayotganda masshtabiga bo'linadi. Buni biz masshtabiga, ya'ni 4 millionga bo'lamiz. 4 millionga bo'lsak, 3 ta 6 ta 0, 3 ta 6 ta 0 ayiradi. 4 20 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Demak, xaritada bu 5 santimetr joyini egallaydi ekan. Shu ko'rinishda ishlab ketilaveradi. Demak, 70-misolda o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar, xuddi mana shunday ko'rinishda. Shu bilan masshtabli misollar tugaydi. Masshtab haqida qanaqadir savollar bo'lsa, keyingi darslarda ko'ramiz. Rahmat hammaga. Darsimiz tamom. E'tibor uchun rahmat.